Yana kamerani ko'tarib olib, yana sizlar uchun xizmatdaman. Bugungi obyektimiz Sergelinskiy rayon, Fayzavod kafening orqasida Fayzli mahallidaman. Xo'p, nimaga bu uy olishinglarning birinchi sababini aytaman. Birinchidan, bolalaringiz uchun detskiy plashatka, futbolniy pole. Uyimiz почти tupik mahallada ekan, mashina o'tirmaydi, proxodnoy emas. Bemalol o'ynab yurishadi. Mashina ko'ryapsizlar, ko'chada ham 3-4 ta mashina uchun joy bor. Ichkarida ham bitta mashina uchun joyimiz bor. Ikkinchidan, uyimiz ichida hamma mebel texnikasi bor, kirib yashayversanglar bo'ldi. Uchinchidan, uyimizning narxi. Uyimizning narxini videoning oxirida обязательно aytib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Uy kirib kelganingizda mana chiroyli hovli kutib oladi. Ko'chadagi sanuzonimiz, zelen zona, podvali ham bor. Yo, bismillah. Uy kirib kelganimizda birinchi xonamiz zal. Bu yoqda oshxona ekan. Mana hovli chiroyli решение qilib o'tiradigan joy qilib qo'yishdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizda polni teplый pol qilingan. Birinchi xonamiz, bu yerdan havo aylanish uchun har bitta xonada joy tashlab ketishgan. Ikkinchi xonamiz, uchinchi xonamiz родительский o'rnini sanuzullari bilan birga. Bu yerda общий санузел, раздельный. Ikkinchi etajimizga chiqqanda chiroyli qilib решение qilib qo'yishdi mansardani. Ikkinchi etajimizdan полный теплый пол. Bu yoqqa kladovka qilib qo'yishgan. Videoda ko'rib turgan hamma mebel texnikamizda qoladi. Общий санузел ikkinchi etajdagi. Mana uyimizning fishkasi bo'ladi. Chiqib olib, toza havoda podvolimiz ham teplый pol qilingan. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Uyimizning oldida metro ham bor. Uyimizning narxi 140 ming dollar. Ekspertlar uy-joy masalasi bo'yicha yaxshi maslahatlarni o'tkazib olmaslik uchun, orzuyingizdagi uyni topish uchun mani kanalimga обязательно подписка tashlab, поддержка qilib turinglar. Sizlar uchun xizmatdaman.